DTSP bilan mikrosefaliya bitta kasallik hisoblanadi. Mikrosefaliya bu bosh suyagi va bosh miyaning normaga nisbatan kichikligi bo'lsa, DTSP esa bu bosh miyaning zararlanishi hisobiga mushak tonusi va muvozanatning buzilishi bilan kechuvchi kasallik. Bu ikki kasallik sudurgi sindromi va aqliy zaiflik bilan kechganda bir-biriga o'xshash bo'ladi. Mikrosefaliya kasalligini kelib chiqish sabablar asosan genetik omillar, toksinlar va viruslar bo'lsa, DTSPda esa homila, tug'ruq va tug'ruqdan keyingi gipoksiya, travma va infeksiyalar hisobiga kelib chiqadi. Yana bir farqi, DTSP kasalligida asosan harakat va muvozanatning buzilishi bilan namoyon bo'lsa, mikrosefaliyada esa asosan aqliy rivojlanishni ortda qolishi yaqqol namoyon bo'ladi. Nima bo'lgan taqdirda ham DTSP va mikrosefaliya kasalligida hayot sifatini yaxshilash uchun kompleks reabilitatsiya olib borish talab etiladi. Mikrosefaliyalar yugurib yurgani ham borda, ular hammasi ham DTSP bo'lib qolgani yo'qda.